Hammalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Allohim do'styor bo'lsin. Xitoyliklar musulmon bo'lsin. Xonoboddan, Toshkent Xonoboddan Azim akam kelgan. Samospalni olib kelgan, injektorlarni qilib beryapmiz. Injektorlar urib yuborgan, polni original zapchast bostiryapti, xudo xolasa. Alloh qodir qilguncha qo'yib beramiz, chiroyli qilib egalariga topshiramiz. Kamazimiz kelgan, polni xudo xolasa restavratsiya qilib beramiz. Raspetli plonjer parani, rem komplektlar yangi bo'ladi, xudo xolasa nafsi. Bezak aka, siz taniganlarga salom akajon. Assalomu alaykum hammaga. Asosiy sog' bo'lsin. Sog'lik bo'lsin, bu yoqqa bo'laveradi. Operatorni so'rayman, ichkaridagi ishlarni olib qo'yamiz birgalikda. Ichkaridan injektor berish ishlari davom etyapti. Plonjer paralar. Yo'qda mana injektorlar xudo xolasa polni sochilyapti. Bu yerda yana injektorlarimiz kelgan. Zapchastlar hammasini olib qo'yamiz. Stent jarayonlari. Yoqubjon obunachimizga salom. Oilaviy sog'lik bu yoqqa bo'laveradi. Yana ishlar bilan davom ettirishga harakat qilamiz.